Tak, barchaga Tech Profit do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun 10-mart 16:27 O'zbekiston vaqti bilan How USDda nima qilishimiz mumkin? Tak, juma kuni prognoz bermadik, bozor holati o'rtacha bo'ldi. No, biz umumiy fikrlashimiz bo'yicha narx mana shu zonada aylanib yurishi kerak edi va maksimum qaytarishi mumkin bo'lgan zonasi bizada ko'rib turganinglardek 30 da 30 dan ideal shakllanib, bunaqa dum qoldirib, pastda ham dum qoldirishi kerak edi. Bu ajoyib holatga o'xshadi. Buni oldingi prognozlardan o'zingizlar ko'rishingiz mumkin albatta. O'zingizlarning xohishingizga qarab albatta. Tak, bugungi holatda nima qilishimiz mumkin? Hammani qiziqtirayotgan savol. Hozir bu yoqda hammani boshini og'ritadi, chunki pastdan ham impuls bor, tepadan ham impuls bor. Bozor qaysi tomonga ketishi kerak? Mani fikrlashim bo'yicha katta ehtimol bilan bozor agarda bugunchalik sal kichkinaroq risk qilib stop bilan ishlab turish kerak. Agarda bozor bugun mana shu 90 lik zonani buzolmasa, agar buzolmasa, uje narx harakati sekin harakatlanib, uje keyingi manzil faqat tepaga bo'lishi mumkin. Agarda shu zonani buzolmasa, lekin katta ehtimol bilan bu yoqqa tushib, keyin qaytib berib, keyin yopilishi mumkin bo'lgan zona 80 gacha tushib berishi ham mumkin, 80-85 gacha. Agar buni buzib o'tib keta olmaydigan bo'lsa, narx harakati yomon holatda bu yoqgacha ko'rishimiz mumkin. Mana shu zonalargacha eng kamida katta ehtimol bilan buni buzib o'tib ketgandan keyin narx harakati baribir tushadi. Bir time frame'da kunni yopilishini prognoz qilib ko'ramiz. Tak. Bir time frame bo'ladigan bo'lsa, tak. Bir time frame qanaqa bo'lishi mumkin? Men o'ylayman, to'shni tepasida dum qolmaydi deb o'ylayman. Internetim yaxshi ishlamayapti, bunday bosilmayapti. Minimum shunaqa deb o'ylayman. Aytganimdek ikki xil holat bor. Katta risk olmanglar. Katta ehtimol bilan selga tushadi, lekin agar bu 8 time frame'da mana bu zonani yana qaytadigan bo'lsa, u ketdi degani bu. Shuni yaxshilab o'ylashinglarni maslahat beraman. Davrda yopilish strukturasi shunaqa. Men o'ylayman 90 ni buzgandan keyin o'sha dalneyshimga sel kutsak bo'ladi. Atak hozirgi zonasidan ko'p sel ishlab oldi. Pastdan ham, tepadan ham kuzatish kerak buni hozir. Eng optimal variant. 90 ni buzsa, darishga ketsak bo'ladi selga. Agar sizlar bitta prognozni tushunmayotgan bo'lsangiz, undan oldingi kunda ko'rsanglar, sizlarda batafsilroq tushuncha bo'ladi. Ana sizlarga cho'tki maslahat. Bo'lmasa Take Profit ko'rishamiz do'stlar. Menimcha tilla oqada endi.